yangi kasallik paydo bo'lgan. Nomofobiya degan bu kasallik ingliz tilidan olingan bo'lib, nomobile, ya'ni telefonsizlikdan qo'rqish degan kasallik bo'lib, masalan, bolalar o'sha telefonga qaram bo'lib qolishi oqibatida telefonsiz o'zini juda ham noqulay his qiladi. Ertalab ko'zini ochishi bilan telefonini qidiradi. O'sha telefonini topa olmadim, o'zini juda ham noqulay his qilib, buni natijasida telefonga qaramlik kuchayib boryapti va nomofobiya kasalligi xuddi spirtli ichimliklar, giyohvand moddalarga qaram bo'lgandek qaramlikni kuchaytiryapti va buni natijasida bolalar o'rtasida juda ham og'ir psixologik buzilishlar kuzatiladi. Telefonga qaramlik bugungi kunda bolalar o'rtasida mana shu ko'ruvi buzilishi, diqqati buzilishi 25% gacha ortdi. Bu 10-15 yil ilgari 4% ham tashkil qilmagan bundaqa holatlar. Hattoki bu ketishda bolalar o'ziga ishonchsizlik natijasida biron bir kasbni ham tanlashga qiynaladi. Mobil aloqalarga qaramlikning kuchayishi natijasida bolalarda depressiv holatlarning oqibatida o'z joniga qasd qilish holatlari ham kuzatilyapti.